Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va tasodifiy tomoshabin. Mana men sizlarga hozir Telegram orqali kimlar sizni kuzatyapti yoki kimdir sizni kuzatayotgandek tuyulishi mumkin bo'lgan holatda 3 ta holatini sizga tushuntirib berib o'taman. Men Telegramga kiraman buning uchun mana. Xo'p, mana bu yerda maxfiylik va xavfsizlik degan joyi bo'ladi. Hop, mana shu joyga kiramiz va mana bu yerda 2 bosqichli tekshiruv degan joyi kirsangiz, agar haqiqatan o'zingizni paskaskangiz va o'zingizni Gmail osilgan bo'lsa, demak bu joyda hech kim sizni kuzatmayotgan bo'ladi. Keyin mana bu joyda qurilma degan joyi bor. Mana barcha faol seanslarni tugatish. Agar o'zingizga shubhali qurilma ulanib olgan bo'lsa, bu joyda shuni tugatib qo'yish, barcha faol seanslarni tugatish tugmasini bossangiz, bu yerda o'sha narsalar tugab, sizdan ulangan odamlar chiqib ketadi. Bu ikkinchisi holati edi. Endi uchinchi holati mana bu joyda xabarlar bo'limida, misol uchun, birorta odam misol sizga mana bu joyda yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu yerda o'zidan o'zi bir o'qilib qoladi, xabarlar boshqa bo'ladi. Ana shu joydan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. O'qib olishi mumkin yoki boshqa qilishi mumkin ham. Misol uchun bu yerda mana shu joyda mana shu nomer sizni o'qib olgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerda Alisher Qurbonov degan odam misol shu joyda o'zidan o'zi sizni xabarlaringiz o'qilib, o'zidan o'zi kimlarga xat yozib qolishi mumkin. Ana shunaqa holatda Telegramda sizni kimdir kuzatib turganligini bilib qolishingiz mumkin bo'ladi. Asosiy dalillar mana sozlamalarda maxfiylik va xavfsizlikda 2 bosqichli tekshiruv haqiqatan yonib qolgan bo'lsa, shuni o'chirib qo'yish kerak, agar o'zingiz nima qilmaydigan bo'lsangiz. Keyingi holatda shu qurilmalar degan joyida mana shu yerda barcha faol seanslar ochilishi. Bu yerda o'zimda Aspire E1571 degan nima turibdi. Bu o'zimni kompyuterimni bog'lab olganman. Shuning uchun bu xavfsiz menga. Desktop qurilmasini ulash degan narsasini bosib o'zim ulab olganman u narsani. U kompyuterimdan ham foydalanaman bunga men Telegramga. Shuni sizlarga tushuntirib qo'ymoqchi edim. Bu joyda endi sizlarga yana bitta yo'nalish, eski seanslar avtomatik tugatish degan narsasini bosib, mana shu 1 yil qilib qo'ysangiz, 1 yil ichida bu Telegramingiz o'chib ketib qolmaydi. Mabodo siz chiqib ketib qolsangiz ham Telegramingizdan ishlatmasdan, akkauntingizdan bu Telegramingizda ma'lumotlar turaveradi. Hop, shu narsalarni sizlarga tushuntirib aytmoqchi edim. 3 ta holatida demak shunaqa bo'lar ekan. Birinchisi, yana qaytaraman, 2 bosqichli tekshiruv o'zidan o'zi yonib yoki boshqa ma'lumot bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda tekshirasiz. O'zingiz Gmailingiz kiritilgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, mana shu yerda faol seanslar qo'shilib bo'lgan bo'lishi. Uchinchisi, mana shu yerda xabarlarda o'zidan o'zi xatlar yozib, o'zidan o'zi o'qiladi. Chunki sizni o'qimasangizdan o'sha odam, ulangan odam o'qib qo'yadi-da o'sha narsani. Shunda asosiy narsasi. Shundan keyin odamning ko'ngli xotirjam bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi keyin. Menimcha savollaringga javob bera oldim. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videoni kutinglar. Keyingi videomiz Xudo xolasa boshqa Telegram haqida muammolarni, keyingisi zo'r muammosini yechishtirib o'taman yana. Buning uchun videomizga like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmanglar. Rahmat hammalaringga.